Muxtasar Minhajul Qasidin İmam İbn Qudama el-Maqdisi. İkinci kısım adetler. 8. bölüm tamaklanış, tamakni yığılıp yiyiş, ziyafat ve şuningdek işlarning adabları. Tamak yeyishning adabları tamakdan burunqi, tamak ustidagi ve tamakdan keyingi adab qatorliqlarga bo'linadi. Tamakdan burunqi adablar. Hadisda kelgandek tamak yeyishdan burun ikki qo'lini yuvish, chunki qo'l degan kirdan xoli bo'lolmaydi. Tamakni yeriga silingan dasturxonga qo'yish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tamakni yer dasturxonda yeydi. Shundaqla bu harakat kamtarlikka dalolatdir. Dasturxonda o'ng putini tiklab, so'l putiga tayinib o'ltirish va shu tamakni huzur bilan yevilishni emas, yeb kushlanib Alloh taologa itoat qilishni niyat qilish. Bu niyatning to'g'ri alomati qursoq liq to'yg'udek emas, hojatni qandug'dek yeyishdir. Bu vaqtda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam odam bolasi to'ldiradigan qochlarning eng yomoni o'z qursiqidir. Odam bolasiga hayotini saqlayolg'udek yeb ichish kifoya. Agar ko'proq yeyish zarur bo'lsa, qursiqining 3dan 1 taom yesin, 3dan 1 suv ichsin, 3dan 1ni rohat nafaslanish uchun bo'sh qo'ysin degan. To'g'ri niyatning yana bir surur alomati faqat qursiq ochqandil tamoq yeyish va qursiq tuyib ketishdan burun qo'lni taomdan tortishdir. Kishi shundala amjiga muhtoj bo'lmaydi. Barig'i rozi bo'lish va oz bo'lsa-mu rizqini kamsitmaslik. Shundaqla bola chaqalarini chaqirib bo'lsa-mu mumkin qadar tamoqqa ko'p qo'l birlikda tegishga tirishish. Tamoq ustidagi adablar. Tamoqni bismillah bilan boshlash, yeb bo'lib Allohga hamd sano aytish. Luqmani o'ng qo'lda va kichik yog'och chaynab yeyish. Baştaki luqmani yutib bo'lmay turib, ikkinchi luqma qo'l so'zmaslik va yemeklikni ayıplamaslik. Tamoqni oldidan yeyish. Lekin mevaga o'xshash turi ko'p yemeklik bo'lsa, tanlab yesa bo'ladi. 3 barmoq bilan yeyish va dasturxonga luqma tushib kelsa, uni elish. Qiziq tamoqni puflamaslik. Xurma bilan uruqni bir taxsiga qo'ymaslik yoki uruqni alqonga yig'ib olmaslik, balki eg'izdan chiqarib siqimlab elib tashlab o'tish. Uruqi va shupki bor har qanday mevani mushu bo'yicha yeyish. Tamoq ustida suv ichmaslik lozim. Bu tibbiy jihatdan to'liq foydali deb qaraladi. Suv ichishga kelsak, qochini o'ng qo'l bilan tutish, o'tlashdan burun qoch ichiga qarab o'tish. Qochini ko'targan biti bir tiniqda ichib o'tmaslik, balki sumirib ichish adab jumlasidandir. Ali raziyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Suni sumirib ichinglar, bir tiniqda ichmanglar. Chunki suni bir ko'targancha tinmay ichib o'tish jigar kasalini paydo qiladi. Shundaqla o'r turib suv ichmaslik va suv ichganda 3 qatim tinib olish kerak. Sahihaindagi bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qochidan suv ichganda 3 qatim tindiganligi rivoyat qilingan. Tinish deganda qochidan suv ichganda qochining ichiga tinmay, qochini eg'izdan yiroq qilib tinishni ko'rsatadi. Tamoqdan keyingi mustahab adablar. Qursoq to'yishdan burun tamoqdan to'xtash, barmoqlarni yalab o'tish, qochini chayqab ichib o'tish va taomlantirgan Allohga hamd aytish. Bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Haqiqatan Alloh taolo tamoq yeb, ondan yegan tamoq uchun Allohga hamd sano aytgan. İchimlik ichib, ichgan ichimlik uchun Allohga hamd sano aytgan bandadan rozi bo'ladi. Yana g'izodan keyin yog' yuqindi qo'llarni yuvib o'tishmi shu adablarning jumlasidandir. Yig'ilishib va birlikda tamoq yeganda rioya qilishga tegishli qo'shimcha adablar. Yoshda cho'ng yoki fazilati ustun kishi payada taomga o'zi boshlamaslik. Lekin sorunning kattasi o'zi bo'lsa, jamoatni saqlatmaslik uchun boshlab bersa bo'ladi. Tamoq yeganda gap qilmay jim turib olmaslik, balki yaxshi ishlar va solihlarning tamoq va boshqa ishlar haqidagi hikoyalarini so'zlashish. Sorunda mumkin qadar tamoqni boshqalarga o'tinib berish va hamdastixonlarni yang ichingda yeyishga majbur qilmaslik. O'zini xushal tutish va yasalma sipoyilik qilib sorundoshlarni o'ng'aysizlantirmaslik. O'ng'aysizlantirib qo'ymaslik uchun do'stlar tamoq yeyotganda qarab turmaslik. Boshqalar ayib sanaydigan ishlardan saqlanish. Masalan, qo'lni qochiq silkimaslik. Luqmani eg'iziga silishda ingishib boshni qochiqqa yaqin akelmaslik. Ağızdan bir narsa chiqarsa, yuzini tamoqdan burab turib, u narsani so'l qo'li bilan elish. Mayliq luqmani sirkaga minish yoki sirkini mayliq luqma qo'yishdan saqlanish. Chunki boshqalar buni yomon ko'rish mumkin. O'zi tishlab qo'ygan luqmani o'rtaq ichadigan sho'rpaga yo'latmaslikmi shu adablarning qatoridandir. Do'stlarga taom berish adablari to'g'risida.
Do'st ziyoratlarga taom tartish mustahabdir. Rivoyat qilinurki, Ali raziyallohu anhu do'stlarimni bir taomga jam qilish men uchun bir qul azod qilgandimi suyumli kerakdir degan ekan. Xaysama ibn Abdurrahman halva va yaxshi tamoqlarni pishirib, İbrahim an-Naxai va Sulaymon ibn Mihron al-Mashlarni chaqiratdi va yanglab buni sizlarga tayyorladim deydi. Sahibxon takallub qilmay, bar narsani mehmonga tartidi. Nima keltirish haqida mehmondan ruxsat so'ramaydi. Taalluqotida bar hammani keltirish behuda zo'riqishdir. Mehmonning adablari. Sahibxondan ma'lum bir tamoqni talab qilib turib olmaslik. Agar ikki xil tamoqdan birini tanlash ixtiyori qo'yilsa, osonrog'ini tanlash. Agar o'zi qo'yadigan taklifdan sahibxonning suyundiganligini bilsa, qo'lidan kelishicha suyuntirishga tirishqay. İmam Shafi'i Za'afroniga mehmon bo'ldi. Allah ularga rahmat qilsin. Za'afroni har kuni bir varaq pishirilgan tamoqlarning tizimligini yozatdi va varaqchini xizmatchi qizga beradi. Bir kuni İmam Shafi'i varaqchini xizmatchi qizdan ilib, o'z qo'li bilan tizimlikka boshqa bir tamoqni qo'shib qo'ydi. Za'afroni buni bilganda qattiq xushal bo'lib ketdi. Tamoq yeyotgan kishilarning yeniga kirmaslik to'g'risida. Kishi birovlarning tamoq yeyotganligini bilsa, ularning yeniga kirmagay. Agar tuyuqsiz udul kelib qolsa va ularmi kishini o'zlari bilan birga tamoq yeyishga taklif qilsa, ahvoliga qarag'ay. Agar tuzut yuzidan taklif qilinganligini sezsa, tamoqqa o'ltirmag'ay. Agar chin dildan suyunilganligini sezsa, birga tamoq yeyishi durustdir. Bir kishi do'stining uyiga kirib uni topolmasa, u kishi do'stiga ishindigan bo'lsa va do'stining tamoqidan yesa, uning xushal bo'lganligini bilsa, do'sti uyda yo'q turibmi tamoq yeyishi durustdir. Ziyofat berish va ziyofatga qatnashishning adablari. Sahibxon ziyofatga fosiq va gunohkorlarni emas, taqvodor kishilarni chaqirg'ay. Ba'zi salaflar faqat taqvo kishining tamoqini yegin, sening tamoqingni faqat taqvo kishilar yesin degan. Baylarni emas, nomratlarni to'yg'izishni maqsad qilish kerak. Urug' tuqqanga ziyofat berishga sal qaramaslik lozim. Chunki urug' tuqqanga sal qarash yolg'izlikqa itirdi va sil rahimni o'zishni keltirib chiqardi. Do'st va tunishlarni chaqirishda tartibga rioya qilish kerak. Ziyofatga chaqirish orqali kibr va maqtanishni emas, balki sunnatga amal qilishni, do'stlarning ko'nglini uftish va mu'minlarning qalblarini quvontirishni maqsad qilish kerak. Ziyofatga chaqirishga kelishga qiynaladigan kishilarni yoki kelsimi ba'zi sabablar bilan boshqa qatnashquchilardan malomat bo'ladigan kishini ziyofatga chaqirmaslik kerak. Ziyofatga ijobat qilish adablariga kelsak, agar ziyofat to'y ziyofat bo'lib, bir musulmon bir kishini to'y ziyofati bir qancha kun davomlashadigan joylarda birinchi kundagi to'y ziyofatiga chaqirgan bo'lsa, uningga berish vojib. Agar birinchi kundan keyingi chaqirgan bo'lsa, berish barmaslik ixtiyoridir. Chaqirilg'uchi chaqirg'uchini boy kambag'al demay, chaqiriqqa ijobat qilishi va ro'zdor bo'lsa, ro'z sababli da'vatga ijobat qilishdan bosh tortmasligi, balki ro'zdor holatidami da'vatga ijobat qilish kerak. Agar ro'zdarning ro'zasi nafl ro'z bo'lsa va ig'iz ichib etsa, qarindishining xushal bo'lganligini bilsa, ro'zasini buzib etsin. Agar tamoq harom mol sarf qilinib etilgan tamoq bo'lsa, ziyofat so'rinda ishiltish cheklangan to'ridan ko'rpa gilam, qochqucha yoki nag'ma-navo, qalaymaqon surat rasmlar bo'lsa, shuningdek ziyofatga chaqirg'uvchi zolim yoki fosiq, bid'atchi yoki ziyofat bilan maqtanadigan kishi bo'lsa, ijobat qilishdan o'zini tartsin. Ziyofatga yeb ichish maqsadida emas, balki Rasulullohning sunnati va mu'min qarindishining hurmati uchun ijobat qilish. Shundaqla gumonxo'rlarning o'zini kibrlik odam deb yomon otliq qilishidan saqlanish uchun bo'lsa-mu berish kerak. So'ringa yetib borganda kamtar bo'lish va to'riga chiqib olmaslik kerak. Agar sahibxon bir o'rinni belgilab bergan bo'lsa, uningdan boshqa o'ringa o'tmaslik va tamoq keladigan tarafga ko'p qaramaslik kerak. Chunki tamoq keladigan tarafga qarab berish ochko'zlikning alomatidir. Taom sunishning adablari. Taom sunishning adablari 5 tur. Birinchi, tamoqni tezroq akilish. Bu mehmonni izzat qilganlik jumlasidandir. Ikkinchi, tamoqdan burun meva-cheva keltirish. Chunki tamoqdan burun meva-cheva yeyish tibbiy jihatdan foydalidir. Bu vaqt Alloh taolo ularga ixtiyor qilgan mevalar va ko'ngillari tortgan qush go'shtlari beriladi. Meva-chevadan keyin keltirilgan eng afzal narsa go'shtdir. Bo'libmi kavob qilingan go'sht. Go'shtdan keyingi afzal tamoq nonchilangan sho'rpa, ondan halvadir. Bu yaxshi tamoqlarning ustiga sovuq suv ichish ziyofatni mukammallashtirdi.
Qo'l chayqaganda ilman su qo'yish adabni voyaga yetkazishdir. 3. Hazırlagan barliq tamoqlarni ilib kelish. 4. Tamoqlarni ilib ketishga aldırmaslik, balki mehmonlar qo'llarini tamoqdan tortguncha tamoqni dasturxonda qoldirish. 5. Tamoqni yetkudek ilib kelish, chunki tamoqni az ilib kelish odamgarchilikda ayb sanaladi. Taamni mehmonlarning oldiga tartishdan burun bola chaqalarning nasibasi ayirib qo'yiladi. Mehmon qaytmoqchi bo'lsa, uzitib eshik oldigacha birga chiqish ham sunnat, ham mehmonni izzatlashdir. Mehmonni xushchiroy bo'lish, mehmon uyga kirganda dasturxon ustida va uydan chiqqanda yaxshi gaplarni qilish mukammal sohibxonlikning jumlasidandir. Mehmonmu sohibxondan kamchilik o'tilgan taqdirdami rozimanlik bilan qaytqay. Chunki bu go'zal axloq va kamtarlik jumlasidandir. Mehmon bargan uyda qanchalik turishda sohibxonning ko'nglini ayishi, qaytmoqchi bo'lsa, uy egisining roziligi va izni bilan chiqish kerak. Planlag'uvchi doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilguvchi Abdullah Abdulmajid. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri doktor Abdulaziz Rahmatullah A9 Og'uz. Korrektor Abduvali Abliz Muhammad Barat. Layihalaguchi A Aqhun. 2024-yili 1-nashri 1-qatim basilishi. İstanbul. Nashr huquqi Sajiya Islom tadqiqot markaziga tava. Har qanday o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi.